Emotsiyani boshqarish jahl chiqqanda uni qanaqa qilib bosish haqida ma'lumot berib o'taman. Bugungi videoda shu haqida batafsil gaplashamiz. Ya'ni emotsiyalarni boshqarish rus tilida aytganda, o'zbek tilida aytganda hissiyotlarni boshqarish haqida qisqacha gaplashamiz. Qisqartirib, soddalashtirib berishga harakat qilaman. Bu yerda ozgina ssenariy yozganman, shunga qarab gapirib berishga harakat qilaman. Emotsiyalarni boshqarish bu hissiyotlarni yo'q qilish emas, balki ularning to'g'ri tushunish va nazorat qilish qobiliyatidir. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, emotsiyalar miyadagi limbik tizimda paydo bo'lar ekan. Miyamizda shunaqa tizim bor ekan, limbik degan. Ayniqsa amigdala deb ataladigan qism qo'rquv, g'azab va stressga javob berar ekan. Miyamizdagi amigdala deb ataladigan qism. Agar emotsiyalar boshqarilmasa, ular qaror qabul qilishga salbiy ta'sir qilar ekan. Tabiiyki, bizda gap bor, jahl chiqqanda aql ketadi degan gap. Shunga to'g'ri kelsa bo'ladi. Psixologiyada bu holat emotional hijacking deb atalgan. Noto'g'ri aytgan bo'lsam uzr. Ya'ni hissiyotlar mantiqni vaqtincha nazoratdan chiqarib yuborar ekan. Ya'ni jahl chiqishi yoki kuchli hayajon ham bunga kirishi mumkin balkim. Hayotiy misol sifatida jahl chiqqan paytda aytiladigan so'zlarni olaylik. Ko'pincha bunday paytda aytilgan gaplar keyin pushaymonlikka olib keladi. Bilasizlar o'zinglar, jahl o'ta chiqib ketsa bizda shundoq fikrlashimiz o'chib qoladi va qarshimizda kim turganiga ham ko'p holatda qarab turmaymiz. Shuning uchun emotsiyani boshqarish juda muhim. Ilmiy jihatdan kuchli emotsiya vaqtida prefrontal korteks faoliyati pasayar ekan. Prefrontal korteks mantiqiy fikrlash va o'zini boshqarish uchun javob berar ekan. Shuning uchun emotsiyani tinchlantirish birinchi qadam hisoblanadi. Qanaqa qilib tinchlantiramiz? Tadqiqotlar chuqur nafas olish yurak urishini sekinlashtirishini ko'rsatadi va shuni orqasidan jahlimiz ham pasayadi. Chuqur nafas olamiz 2-3 daqiqa. Bu hayajonni yengishga ham hayajonni butunlay yengmasam hayajonni pasaytirishga ham yordam beradi. Bu parasimpatik asab tizimini faollashtirar ekan. Natijada stress gormoni kortizol kamayadi. Hayotiy misol sifatida imtihon oldida hayajonlangan talabani olaylik. Agar u bir necha daqiqa chuqur nafas olsa, diqqati tiklanadi. Diqqati yaxshilanar ekan. Birinchi yechim bu emotsiyani boshqarish uchun nafas mashqi, nafas olish. Agar u bir necha daqiqa chuqur nafas olsa, diqqat tiklanadi. Yana bir muhim usul emotsiyani nomlashtir. Men hozir jahlim chiqyapti deb tan olish hissiyot kuchini pasaytirar ekan. Ikkinchi usul bu hissiyotingizni nomlashingiz kerak. O'zingizni hozir qanaqa holatdaligingizni gapirib, ovoz chiqarib gapirib tan olishingiz kerak. Men hozir jahlim chiqyapti deyishingiz kerak. Jahlingiz chiqayotgan payt men hozir hayajonlanyapman deyishingiz kerak. Ovoz chiqarib. Bu usul ilm fanida affect labeling deb ataladi. Shuningdek, emotsiyalarni bostirish emas, sog'lom ifoda qilish muhim. Bostirilgan hissiyotlar keyinchalik stress va charchashga olib kelar ekan. Yechim sifatida kundalik yozish emotsiyalarni tartibga soladi. Jismoniy faollik ham hissiy muvozanatni yaxshilaydi. Uchinchi yechim emotsiyalarni boshqarish uchun bu sport. Chunki sport payti endorfin gormonlari ajraladi.
hayotiy misol sifatida yurgan yoki yugurgan odam o'zini yengil his qilar ekan, uyqu yetishmasligi emotsiyani portlashlarini kuchaytiradi. 4-yechim bo'lsa bu uyqu. Sport va uyquga taqalib o'tdi baribir. Emotsiyani boshqarish, sport, uyqu juda ko'p narsalarga ta'sir qiladi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, kam uxlagan inson tez jahli chiqishi tasdiqlangan ekan. Uyquni shuning uchun me'yorda saqlash muhim. Nafaqat emotsiyani boshqarish uchun, balkim dard qilish faolligini oshirish uchun. Yana o'tgan videolarimizda gaplashgandek, yechim sifatida muntazam uyqu rejimini amal qilish zarur. Bir xil vaqtda turib, bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda turish. Emotsiyalarni boshqarish bu mashq bilan rivojlanadigan ko'nikma. Xulosa qilib aytganda, emotsiyalarni to'g'ri boshqarib olgan inson hayotda xotirjam va muvaffaqiyatli bo'lar ekan. Bugungi video shu haqida bo'ldi. Ertangi videoda nima haqida gaplashishimizni bosib qo'yaylik. Challenge'imiz ketyapti.